hayot tashvishlaridan siqilib, inson o'ziga o'zi savol beradi: men bunga loyiqmidim? Qaysi amalimning evaziga bu qiyinchiliklar menga keldi deydi. Inson hayotda faqat loyiq bo'lganini yashaydimi? Yo'q. Agar hamma loyiq bo'lganini yashaganida edi, Toifda toshbo'ron qilinib, oyoqlari qonga belanib, kavushlari qonga to'lgan zot bunga loyiqmidi? Ka'baning oldida sajda qilgan holatida ustida najosatlar to'kilingan zot bunga loyiqmidi? Loyiqlik kim nimaga loyiqligi mahshar kunining hukmi o'qilganda bilinadi. Biz bilmaymiz. Bu dunyoda biz Allohning sinovlari, imtihonlariga Allohning yo'lida javob bera olamizmi, yo'qmi? Shu imtihon ustidamiz. Azizim, rohat, haqiqiy mo'minlikning dam oladigan rohati, taskin topiladigan manzili bu jannat bo'ladi.